Azizlar, biz hozir mana liposaksiya bosqichidamiz. Operatsiyamizni birinchi bosqich hisoblanadi. Buni maxsus Lipomatic Lipo Eva 6-avlodi bilan liposaksiya qilyapmiz. Buni ustuvorligi, demak, terini bir tekisda yog'larni ajratib oladi, ravnomerni, ya'ni g'adir-budurliklar bo'lmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, qanaqangi akkuratni bir tekislikda qilib yog'larni olib, mana bunaqangi relyeflar chiqarishda mana shu lipomatik apparatidan foydalanyapmiz. Bu apparat vibratsionni, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqangi vibratsion usulda yog'larni oladi. Ya'ni biz buni hozir mana terini tagiga tiqib, mana shunaqangi ravnomerni liposaksiya qilib yog'larni olamiz patsientlarda, hamda sportivniy chiroyli siluet hosil bo'lishida bizga mana shu apparat yordam beradi. Aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin, biz operatsiyamizni tugatdik. Patsientda вообще kukulniy rezultat bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, 360 gradus полностью liposaksiya qilib tashladik. Полный diastazlarni tikib, mana shunaqangi sportivniy siluet chiqarib berdik. Ko'rishingiz mumkin, qumsoat pisochnay chisi deydi. Shunaqangi relyeflar chiqarib berdik qomatini, hamda to'liq ortiqcha fartuklarni olib tashlab, abdominoplastik operatsiyasini o'tkazib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin, umuman ortiqcha terilar yo'q. Вообще ko'rishingiz mumkin, qanaqangi plavniy переход hosil qilib berdik. Pisochnay chisi shaklida, qumsoat shaklida juda chiroyli kukulniy figura hosil bo'ldi. Agarda sizlarda ham mana shunaqangi rezultat bo'lishini xohlasanglar, albatta Renaissance klinikasida doktor Rustam Aripovga murojaat qilinglar. Sizlarga ham mana shunaqangi kukulniy rezultat yasab berishda yordam beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytgancha, agarda videolarimiz qiziqarli bo'lsa, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.